pişiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz No'ruz ishi. Bu No'ruz ishiga ketadigan purchaq turdagi materiallarni bir kun burun sovuqchilab qo'yish zarur bo'lganligi uchun purchaq turdagi narsalarni tushuntirish majburiyat bo'ldi. Bunun için ketadigan materiallar hanımlar qizil purchaq, no'qut, seriq purchaq. Bu 3 turdagi purchaq turdagi narsalarni bir kun burun pokiz yuvib, issiq sovuqchilab qo'yamiz hanımlar. Undan boshqa bu masha, bu yeşil turg'un mash, buni pokiz yuvgandan keyin issiq sovuqchilaymiz. Ayrim chilishimizdan sabab buniki posti chiqadi hanımlar, shunlashqa postini ayirib etamiz. Bu seriq qo'noq yamisi, bu ilmakbash oq qo'noqqa, ya'ni year degan narsa shu, hanzuvchisi year, buniki odam badaniga bo'lgan foydali tarbi bek yuqori hanımlar. Andan keyin bu sök deb ataylı ekanmiz. Bu ba'zan atalg'ular bizga nisbatan bekmi yangi atalg'ular bo'lganligi uchun masal tafsiliyroq tushuntirishni muvaffaq topdim. Xanım qizlar, oqsham sovuqchilab shu tayyor qilib olgan no'qut, seriq purchaq, qizil purchaq, mosh, andan keyin mush narsalarni hammasini tanishtirganman. Mushlarni hammasini yuvib, guruchdan 2 piyola atrofida yuvib tayyor qilib oldim. Undan boshqa eng muhim ketadigan hamda so'nglik go'sht xanımlar. Buni mayliroq go'sht shiltib, sho'rpisini quvvatli chiqaramiz. Undan boshqa ben yerim baş piyaz işlettim. Küçük olsun bir baş piyaz işletsenler buldu. Çamur, şoxlar, yumğaq süt, samsak, sebze, kökbaş. Bu kökbaşniki adetkiyle qattiq qalatkisi bo'lsin buldu. Mavilik çalıp pişirib algan altı bunu pichaqni qirib, ila sho'rpisi chiqib bo'lgandan keyin salamiz xanımlar. Endi hozirgi bosqich mushu go'shtimizni muzdek suvga chilab, ko'pigini avitib, qaynatib, sho'rpa tayyorlab olamiz. Mana xanım qizlar, go'shtimizni qozonga solgandan keyin buni muzdek suv quyamiz. Endi og'zini yepib, mushuning ko'piga o'rligichilik saqlab, ko'pigini pokiz süzib elib etgandan keyin bu go'shtimiz oz deganda yarim soat atrofida vilvel suvda qaynaydi xanımlar. Andan keyin boyaqi purchaq, sayko'ktat degan narsalarni rad tartibi bo'yicha silib, pishirib olsak bo'ldi. Xanım qizlar, go'shtimizni shu ko'pik chiqib bo'lgandan keyin ko'pigini avitib, hozir men qozonga baş piyozni to'g'rab savoldim, endi sho'xlini to'g'rab soldim. Endi buningga muvofiq miqdorda tuz solma xanımlar. Tuzni sap bo'lgandan keyin bu go'shtimiz hozir yarim soatgacha qayndi. Endi mana qachimizda seriq purchaq bilan no'qut batdi. Biz bir oqsham suvga chilab qo'ygan seriq purchaq bilan no'qut. Mushuni soldim xanımlar. Bu bir 10 minut qaynagandan keyin endi savzi chamg'ularimizni silib, qizil purchaq bilan mulim issiq o'tib bo'lgandan keyin endi savzini solamiz. Tez pishadigan ko'ktatlarimizni bosh solamiz. Savzi 1-2 minut qaynab olgandan keyin endi chamg'urni solsak bo'ldi xanımlar. Xanım qizlar, qozonimizni qaynab, savzimizni 2 minut qaynab bo'ldi. Endi chamg'urni solamiz xanımlar. Chamg'urimizni silib, sal qaynagandan keyin buni bek uzun qaynatmaymiz. Endi boyiqi mosh turidagi narsalarni, ya'ni ilmakbash qo'noq, yeşil mosh, qizil purchaq deganga o'xshash narsalarimizni silib, bir aqlam qaynatsak bo'ldi. Bu narsalarni qaynatgan vaqtimizda, uni keyin guruch turidagi narsalarni solamiz emasmi? Qozonning ostiga cho'mishni o'tkazmaymiz xanımlar. Mush taraflarga chuqur diqqat qilmasak, osh tekib tutib oldi hujuma. Xanımlar, chamg'urlarimiz bundan qaynab oldi. Endi men qizil purchaq bilan moshni, kichik yeşil moshni soldim xanımlar. Onun keyindan oqsham sovuqchilab yumshatib olgan ma ilmakbash qo'noqni soldim. Onun keyindan boya biz tanishtirib o'tgan ko'kbash. Men ko'kbashni soldim xanımlar. Bugungi bu taomimiz bek mo'lchil bo'lib turgan bo'ldi ya. Bu narsalarni bir-bir ilashtirib olsak bo'ldi xanımlar. Ostini bir-bir aralashtirib olgandan keyin boya solgan tuzimiz sal oz ketdi ekan. Men ozroq tuz sevatdim. Bu vaqtning o'zida tuzini tetig'idek tanishib olmanglar. Bo'lmasa tomoqning hammasi qaynab pishib bo'lguncha tuzi chiqib ketib qoladi. Endi soldigan narsamiz mana sök degan narsa xanımlar. Buni soldik. Andan keyin mana seriq qo'noq yamisi mana narsani soldik. Mushrat tartib bo'yicha silib, endi bu narsalar bilan guruchimiz birga qaynasib bo'ldi xanımlar. Guruchni silib olamiz. Shu narsaga diqqat qilinglarki, guruchni solgan vaqtimizda endi buningga cho'mish tekizsak bo'lmaydi. Men aboyih bir narsani unutibman, mana o'xshash yeşil purchaqni tayyorlab olgandim. Mushu yeşil purchaqni saytman xanımlar. Allah shalatga keldi ya xanımlar. Shalatga kelgan vaqtda endi mana chilanni silib, chilanni silsak shunchalik yarashadi bu tamoqimizga. Chilanni silib 1-2 minut qaynatiblam. Samsaqni silib, tuzini tetib, qachilarimizga usib, andan keyin ustiga yumg'aq süt yoki pinnini utib silib iste'mol qilsak bo'ldi xanımlar. Bugungi bu No'ruz ishimiz bek o'xshaydigan bo'ldi jumim. Mana guruchlarimiz etilib hozir degana. Shundaq eslib mushtalat keldi. Purchaqlarimiz pishib, mushtalat kelgan vaqtda buni ussak bo'ldi xanımlar jumim. Chilan 1-2 minut qaynagandan keyin men samsaqni siliblam, tuzini tetib, usayman, amsa tasqan chiqardim ko'raylar. Mana xanım qizlar, No'ruz ishimiz pishib tayyor bo'ldi. Bu ishimiz shunchalik quvvatli-ka. Juda chiroyli bir osh bo'ldi xanımlar. Mushuningda endi aytishga atkichilik diqqat qilgan bir qancha turli masalalar bor bo'ldi.